Assalomu alaykum, to'rdoshlar, yaxshimisizlar? 2 kun ilgirki naq maydondan keyin tunögün azroq bir narsa chiqarib qo'ygandim. Dolqun Isa e'tirof qilgan yerda yana ko'tagidek na qoldi debchi. Uningdan keyin ma yomg'irdan keyinki bambuklar degandek u yerda har xil narsalarning chiqishiga ergishib, u bola menga bir narsa evat qo'yibdi. Evatganda mazmunda ma bu ziyonkashlikka uchirg'uvchilar bo'lsa, biz bilan aloqalashinglar deb turib bir varaq qog'ozni evatib qo'yibdi. Qarasam, Nurgul Savitninki chiqargan narsaga. Aniki yana bir nechisininki mashina evatib qo'yibdi. Sizlar qonuniy o'rin bo'lmagandan keyin hech qanday odamninki, masalan, meni izdanglar, mana qilinglar, ziyonkashlik uchirsanglar deydigan huquqi yo'q. Bulupmu bunda tajovuzchilik uchirgan qizlar yoki yetish darajasiga bormasimi sizni avar qilgan parakandachilik sağan qizlar qonuniy o'rinlarni izdanglar. O'zinglar turishliq davlatdagi qonuniy o'rinlarni izdanglar. Andan keyin shu muxbirni izlasangiz bo'ldi. Eng qisqasi bu Twitterga X'ga kirib, shu muxbirni izlasanglar bo'ladi. Biz 2 yil tirishdik necha ishqa. Lekin birdan chiqyapti hozir. Bu ishlar tunögün bugün bo'lgan ishlar emas. Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichidagi buzuqchilik tunögün bugün ayron qog'idek o'q bo'lib ketgidek unda ishlar emas. Tunögün bugungi ish emas u. Uzun yillar 2019dan boshlab bu ishga kirishgan men. U jarayonda nimalar bo'ldi? Voy, aqti ko'kti deganlar talay bo'lgan. Uning dardini men o'zim toz bilaman. Hergiz shaxsiyni izlamanglar, tashkilotni izlamanglar, qonuniy o'rinlarni izlanglar. Qonuniy o'rinlarni izlasanglar, shular yaxshi hal qilib berdi. Uyg'urchilikda hal qilmanglar, hech qanday masalan, shu jinsiy parakandachilik uchirgan, anandan bosqinchilik uchirgan yoki o'zingiz xolamay ba'zan ishlar uchirgan bo'lsangiz, hergiz shaxsiyni tashkilotni izlamaysizlar. Qonuniy o'rinlarni izlaysizlar. Amerikadagi qizlar yaxshi bilasizlar, uningga demasammi bo'ladi. Boshqa davlatlarmi o'zingiz turishliq davlatnikini izlang. Beshida advokatni izlamang, beshida shu soqchiga ma'lum qilsiz. Soqchiga ma'lum qilib qo'yib, anadagi advokat izlang. Bu vaqt yaxshi hal bo'ldi, bakli go'zal hal bo'ldi. Anadagi bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi o'zininki stress bo'lib qolgan chaqda, buningga yezib qildiganligini e'tirof qilgani bilan, bu tajovuzga uchirgan, ziyonkashlikka uchirganlarning ichida 3 chiqarib qo'ydi. Nima deb? Sizlar shu narsani, shu ish o'tirg'i chiqqan chaqda, voy, sen degan Xitoyning jasusi, sen Xitoyning mundaq narsasi, bo'lmasa sen bizga qarshi hujum qilamsan deb turib, shunday qilgan narsa uning ahmoqligini, u qonun tartib kelib bo'lgan ish. Faqat buni texmi yuqoriltish uchun bu ishni majburlangan to'rga chiqarishga. Bo'lmasa, u yerdan birsini izlab, bu yerdan yana birsini izlab qilib ketgandan keyin bostirilib qolgandan keyin shuni mushtaq bo'ldi. Bu tunögün bugun bo'lgan ish emas. Ba'zilar hayron qilib tezdillayli bambuklar paydo bo'libdi. Shaxsiyni izlamang yana qizlarga. Uyg'urchilikda hal bo'lmaydi bu ish. Hem rahatsız qilib, aromingizni buzib, to'rga chiqargandan keyin ziyonkashlik uchirg'uvchilarni ajoyib haqoratlab ketganlar bor. Shuning uchun bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi e'tirof qildimi? Silab baqqinimi, yezib baqqinimi yer birmisi. Endi Nuriy Turkalga navbat keldi. Lekin yana takrorday, shaxsiyni izlamang ziyonkashlik uchirg'uvchilar. Uyg'ur hal qilolmaydi. Uyg'ur hal qilolmaydi. Tashkilot hal qilolmaydi. Yurgingiz texmi o'tmitish ko'p ketadi. Shuning uchun cho'qqim qonuniy o'rinni izlang. Andan keyin ya bo'lmasa shu muxbirni izlasangiz, shu hal qilish berdi. Hech qanday narsani o'tirib chiqarib bu bo'lmaydi. Shuning uchun Uyg'urlarni izlamang. Uyg'urlarni
Anandikin degan eliqi g'alita bir harakatlarni emas, o'zingni qo'g'diy olaysan. O'zing. Boshqa hech qanday qadam qo'g'diy olmaydi. Unisi rost. Shuning uchun yolg'on rostlardan bu faoliyat degan narsaga faqatla qonuniy o'rinni izlang, bu ish shunda go'zal hal bo'ladi. Gerçi sal jarayon ketdi-da, charchab qolasiz, ammo yaxshi hal bo'ladi. Mushuni takror deb qo'yay. Nurgul Saud chiqirib qo'yibdi. Yana birlar so'zlab qo'yibdi. Anglamadim so'zligini, so'zlabdi dedi. Men Nurgul Saudning masalasiga qarabla o'tirib, hech kimni hal qilmaydi. Nurgul Saud meni uzun yillar ilgari bir qatim izlagan. Men palayada ishlayman, pokoyada ishlayman deb. Nurgul Saud yaxshi biladi. Chiqarib qo'yma bu o'zing ovozingla. Jiq odamlar va men palayada ishlayman. Men FBI'da ishlayman. Men degan ko'chmalar idorasida ishlayman deb turib o'ltirib, ashunda lavz gaplarni qilib o'tirib, sen nima ishlaysan, menga ne yo? degan gap. Xalqlar o'sha bir palayada ishlayman, pokoyashibdi. Voy, menga nima deng? Faqat qonuniy o'ringa kirib beshida izlaysiz. Onundaki advokatni izlaydi. Çünkü muşlaq addiy jarayon bu. Onundakin hem o Uyg'urlarning chiqlari, o billa meni paqqanlar, hem yerda junda ichib paqqanlar o'ltirib sizning hamma narsangiz o'tirib chiqadi. Xuddi o'zi ishlayotgan tashkilotningki, boshlarningki nima bo'lganlarini og'izda tormozga ham yer so'zlab yuradigan xotin erlar bor. Shuning uchun unda odamlar sizlarnikin texmi maxfiyatligini saqlamaydi. Poqqa bitirdi desem işininglar. Shuning uchun hergiz tekrar qonun o'rnini izlang, ishlar shunda go'zal hal bo'ldi. Yoki bu muxbirni izlang, inglizchangiz yaxshi bo'lmasa, yana inglizcha bildigan birasini tepang o'zingiz ishindigan. Bulamda qarindoshlar, shuni ta'kidlab qo'ydim. Bu ish bugun bo'lgan ish emas. Tekrar deb qo'yay, ig'ir ishlar keynidi bor. Men faqat beden qizitib turdinglar, men uqdinglar. Yani shunda chiqsin degan, voy, bizning liderimiz deb turib, bo'lamay ketganlar deb pokkida 5 parcha bo'ladi ko'targan yerlarmi-chu? Chiqishlar bor. Amerikadan chiqadigan bek chiqishlar bor. Az-azdan qabul qilib turinglar, o'zinglarni qo'g'dashni o'rganinglar. Bu faqat o'zingizni qo'g'day olasiz. Ma'lum birisi orqali emas, qonun orqali. O'zingiz turayotgan, bu Afg'onistonda turmagan ekansizlar. Boshqa davlatlarga Turkiyaning degan, voy, qonun sesimiz shunday yaxshi. Yaxshilik berdi. Ayollar bilan aloqalashib hozir degan, voy, Turkiyaning tashqi ishlar ministrligi nihoyat aldirash hozir, Rahmat sizlarga qarindoshlar.